ملأ السماء النور حين تألقت بمدى العيون مساجد ومنائر والطير. Bugun 2026-yil 24-may G'azo sektori shimolidagi oilalarga ichimlik suvi tarqatish loyihasini amalga oshirmoqdamiz. Ushbu loyiha Dilixola va Zubayr bobo tomonidan amalga oshirilmoqda. Alloh ihsonlarini barakali qilsin. Allohdan ularning mol-dunyolariga, oilalariga baraka berishini va ularni ko'plab yaxshiliklar bilan mukofotlashini so'raymiz. حفظ القرآن مرتلا ومجودا وكأن آيات الكتاب مواطر